Men Abdurazakov Ma'ruf Mamasaliyevich Qo'shrabot Agrostar MChJ rahbariman. Qo'shrabot Agrostar MChJ Prezidentimizning joriy yil fevral oyidagi 57-qaroriga asosan mayizchilikni rivojlantirish uchun tashkil etildi. Qo'shrabot Agrostarning moliyaviy mablag'larini ham Prezidentimizning qarorida ko'rsatib berilgan mablag'lar ham yechib berilgan. Bugungi kunda Agro Holding kompaniyasi tomonidan 20 milliard mablag' ajratildi. Dastlabki Xalq banki tomonidan 10 million dollar investitsiya kiritish kerak, lekin bugungacha dastlabki investitsiyalar 20 milliard mablag' kiritildi. Qo'shrabot Agrostar hududiga 4 ta tuman qamrab olamiz. Bular Ishtixon, Qo'shrabot, Qatirchi va Urgut tumanlari. Ushbu tumanlarda 297 ta mahalla bor. 297 tadan 84 ta mahalla mayizchilikka ixtisoslashgan to'liq mahalla hisoblanadi. Undan tashqari Qo'shrabot Agrostar aholi daromadlarini oshirish, eksport geografiyasini oshirishga keng ko'lamli ishlar olib bormoqda. Bugungi kunda 1 million dollar eksport qildik. Yil oxirigacha yana 1 million dollar eksportni yo'lga qo'ymoqchimiz. Agro majmuasini qurish jarayonidamiz. Qo'shrabot hududidan 303 gektar yer olingan. Shundan 9 gektari qurilish maydoni osti, 300 gektari to'liq uzum yetishtirmoqdamiz. Turkiya tajribasini o'rganish uchun Turkiyani Manisa viloyatiga bordik. Manisa viloyati Turkiyani 97% mayizni yetishtirib berar ekan. Bu yoqdan o'rganganimiz ilmni, tadqiqotni, biznesni bir-biriga bog'lab integratsiya qilingan jarayonni guvohi bo'ldik. Xuddi shu tajribani biz ham O'zbekistonga kelib, bugungi kunda ilmiy tadqiqot institutlari va akademik Mahmud Mirzayev ko'chatchilikka ixtisoslashgan institut bilan ilmni tadqiqot qilib, dehqonlarimizni daladan to sifatli mahsulot yetkazilib, eksport bozorigacha bo'lgan ishlarni qamrab olib, dehqonlarimizga ilmiy jihatdan yordam beryapti. 250 ta dehqonimizni tuproq analizlarini olib berdik. Tuproq analizlariga nima modda kerak, nima kimyo vositalar kerakligini ham turkiyalik agronomimiz tushuntirib berdi. Turkiyadan mutaxassis olganmiz. Bugungi kunda turkiyalik mutaxassis bilan birgalikda ish olib borilyapti. Qo'shrabot Agrostar korxonasi bugungacha aholi xonadonlaridan 300 tonna mayiz sotib oldik. 300 tonna mayiz sotib olish jarayonida mahalliy xalqdan, sherdagi xalqlardan 15 ta mavsumiy ishchi jalb qilindi. Hozir 300 gektar yerimizda haydab, yerda tekislab, hozir ekishga tayyorlash jarayonida ham 20 nafar ishchini yerga jalb qilganmiz. Bundan tashqari korxonamizning o'zidagi 50 tonna mayizni hozir aholiga berib, kunlik 20 kilodan aholiga tarqatib, 200 ta xonadon bilan shartnomamiz bor. Mayizlarni beramiz, u kishilar mayizlarni bizlarga dumini yulib eksportga tayyorlab beradi. 200 ta xonadonda mavsumiy ishchi qilib olganmiz. Ularni bir kuniga 250-300 ming so'mdan ish haqi beriladi. Haftasiga 2 million, 3 million pul topadi bular. Bugungi kunda organik mahsulotga talab oshayotganligi, Yevropa mamlakatlari ko'proq organik mahsulot so'rayotganligi inobatga olib, biz 300 gektar yerimizda 100 gektarini organik mahsulotga o'tkazmoqchimiz. Organik mahsulotga o'tkazish bo'yicha turkiyalik mutaxassislar bilan ish olib borilyapti bugungi kunda. Kelgusi yilda tokzorlarimizni shpallerga o'tkazib, tejamkor usulda kapelni arasheniya bilan sug'oradigan joylarimizni 3000 dan 3,5 ming gektargacha o'tkazish rejalashtirilgan. Agro majmuamizda 500 ming dona ko'chat yetishtirib, mayizni qayta ishlaydigan sexi qurilib, u yerda yiliga quvvati 5 ming tonna mayizni qayta ishlaydigan uskuna bilan yiliga 5 million dollarlik eksport qilishni rejalashtirganmiz. Bugungi selektorimizda davlatimiz rahbari bilan muloqot chog'ida davlatimiz rahbariga butun xalqaro mayiz bozorini o'rganganda, davlatimiz xalqaro mayiz bozorida 7-o'rinda turganligi, hosildorlikni oshirib, shu ko'rsatkichni 3-o'ringa chiqarishga vazifa qilib oldik.